Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, harmanglar. Biz bloger hovlisini çekindemiz. Emirbek Sanitrit. Bunlar Runi bir yil elden şu quyosh panellerini o'rnatib bergan edi. Вообще changam bo'lmabdi-ku bu yana. Aydi lan, yaxshilan turibdi. Şu bir yil davomida 30 milyon so'mlik tok ishlab chiqarib berdi bizlarga shu quyosh panellar. Hozir bugun havo yaxshi, shuning qani quyosh bo'laversa, shaqirdatib ishlayveradi bu pullarni. Yine bunda aeroport, samolyot tuttu. Quyosh panellar pul ishlab turibdi bugun. Bulutlu vaqtda buncha yaxshi ishlamadi lekin. Yana sizlar ham qo'ydiringlar o'ylaringizga. Chang bo'lmabdi, yaxshi ishlab turibdi.